mutaassiblikdan nasroniylarni o'ldirgan Juhud podshohi haqida hikoyat. Bor edi zolim Juhud shohi burun, erdi yov Iso nasorolar uchun. Erdi Iso davri, gal kelgan zamon, ul Muso joni, Muso ham unga jon. Haq yo'lida tog'lay ko'z erdi shoh, ikki ul haq oshig'in etmish judo. Bir g'ilayga dedi ustozi, kirib menga uydan shisha bergin keltirib. So'rdi ustozdan g'ilay, ikkovidan ayt aniqroq, keltiray men qay birin? Dedi ustoz, shisha bitta ko'p emas, birni qo'sh ko'rguvchilikni ayla bas. Dedi, ey ustoz malomat qilmagin. Dedi, sindir ikkisindan bittasin. Bittasin sindirdi, yo'q bari ajab. Har kishin qilgay g'ilay, hirsu g'azab. Bitta erdi shisha qo'sh ko'rmish ani, yetti bori sindirarkan bittani. Qahru shahvat ko'zni ojiz aylagay, to'g'ri yo'ldan butkul olis aylagay. Gar g'araz paydo hunar bo'lgay nihon, ko'zga tushgay yuz hijob dildan shuon. Pora olmoq istasa qozi agar, zolimu mazlumni qandoq ajratar? Kufrukin cheksiz g'arazlar birlashoh, so'ng g'ilay bo'ldi o'zing asra Xudo. Qirdi minglab mo'minu mazlumni shoh, deb Muso diniga bo'lgayman panoh.